O'zbek xalq tabobati qadimdan mashhur bo'lib kelgan. O'zbekistonda birinchi raqamli o'z ishining mutaxassisi Muhriddin tabib tomonidan asalari bilan davolash orqali shifo markazimizda revmatizm, qon bosimi, qandli diabet, semizlik kabi kasalliklarni davolash yo'lga qo'yilgan. Qozog'istondan Muhriddin aka tabib deganni eshitib keldim. 1,5 yil bo'ldi menga kimodiyalizga tushayotganimga. Hozir oldingi ahvolimdan yaxshiman, juda ham yaxshiman. Mana hozir dializga borayotgan yerim yo'q, Xudoga shukr. Mana bir hafta bo'ldi yuribman mana. Oldin Cherezdin borardim. Bir kun boraman, ertasi dam olaman, har kuni yana dializga tushaman. Cherezdin 3 kun, ya bir haftada 3 marta tushardim. Hozir mana bir haftadan oshdi, dializga tushab qo'yapman, yaxshiman, o'zim yaxshi sezyapman. Kichkenta nega borganda siyamas edim. Hozir endi zo'r siyapman. Natija bor, Xudoga shukr. Muhriddin tabibga kelmasdan burun Qirg'izistonga bordim, Chimkentga bordim, Ostonaga bordim, Qozog'istondagi. Olmaotaga bordim. Natija bermadi. Mana Muhriddin akaga keldim, mana natija berdi. Tabib Muhriddin tabibga keldim. Xudoga shukr, yaxshiman hozir. Sizlarga yangi dializda yurgan kishilar nima qilsa o'shaga kelingizlar. O'sha mana 3-kursni olyapman, Xudoga shukr yaxshiman. O'zi 4 kursga kelasan degan. Endi bir kursim qoldi, Xudo xolasa. Bir haftadan keyin kelaman. Shariatlari 3 mahal ovqati bor, yatog'i bor, taratxonasi bor, usloviyasi yaxshi. Oilaviga ham joy ishlab qo'ygan, erkaklarga ham joy ishlab qo'ygan. Bar shariati bor. 3 mahal qo'yiq ovqat, yaxshi ovqatlari. O'zim niyat qildimda, dializdan chiqib ketsam deb niyat qilib, duo qilib, o'shaga kelib asalariga chaqqizyapman. O'ylamayman nima qilsa. Yani men dializga tushim kerak deb o'ylamayman-da. To'ka ichim ovqat yeyman, ichaman, yotaman, yani asalariga qancha chaqqisam shuncha yaxshi deb yotaman. Bu yerda yotish kerak. Yotmasa bo'lmaydi. Borib, kelib nima qilsa bo'lmaydi u. U yotgan yaxshi. Foydasi tegadi-da yotsa. Uyga borsang, suv ichib qo'yasan, olma yeb qo'yasan. Birinchi kelganda, O'zbekistonga Andijonga kelganda 3 kun ichida betozim ishib ketgan. 6 kilo salmoq yig'inaman 3 kun ichida. Dializga tushdim 3 kun ichida. 6 kun ichida 2 marta tushdim. 7 kun ichida, bir haftada 2 marta tushdim bu yerda. Shunday Qozog'istonga ketdim. Hozir mana 2-kursda tushmadim dializga. 3-kursga keldim, o'shim tushmadi, mana bir hafta bo'ldi. Zo'r natija bor, Xudoga shukr. Mana ishiklar o'shim yo'q hozir. Oldin ishib ketardi, ko'zim osti ishib ketardi, ko'zim yumib qolardi o'shim. Chunki yemas edim, qusa berardim hech narsa. Yemasdan birinchi kelganda. Hozir yaxshiman, qusmayman. Yeyishim yaxshi, ichishim yaxshi. Siyish yaxshi, bari zo'r chiqyapti. Buyrak qurishlikda boshlanishida hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Juda og'ir holatga kelib qolganda ko'proq burun qonashlik, qayd qilishlik, shunga o'xshagan holatlar beradi. Burun qonashligi davleniyasi ko'tarilib ketadi me'yordan ortiqcha. Qayd qilishligi o'pkaga suv yig'ilishni boshlagan bo'ladi. Chunki organizmdagi ortiqcha suvni buyrak o'ziga tortib olmagandan keyin bu narsa ichki a'zoga yig'iladi. O'pkaga yig'ilish boshlangandan keyin ko'ngillanish boshlanadi. Shundan ko'proq sezib qolishadi ko'proq bemorlar. Asosan bizda barcha kasalliklarga muolajamiz bor. Hozirda bu bemorimiz Qozog'iston qo'shni davlatdan kelgan, Qozog'istondan buyrak qurishlik bo'yicha. Asli buyrak shamollashi og'riqlik bo'ladi. Buyrak qurishligi bu nervi qattiq shamollash hisobiga nervi o'lib qoladi. Bu og'riqsiz kasallik hisoblanadi. Bu kasallikka ukol, dori bu narsa foyda bermaydi. Hozir butun dunyo bo'yicha juda davosi yo'q kasalliklardan biri hisoblanadi. Bu kasalliklar hozircha bizda juda ko'p bemorlarimiz davolanyapti. Aynan shu bemorimiz ham mana 3-kursini olyapti. Dializga tushgan holatda kelgan edi. Iloji boricha bizga shu dializga yetkazmasdan kelinsa, tezroq, yaxshiroq natija ko'radi. Bu kasallikda yurak quriydi. Qurishligi shu nervi o'lib qolganligi uchun kichayib boradi. Asalarining zahri shu buyrakda nervini tiklab beradi. Juda tez fursatda shu buyraklar tiklanadi. O'z holiga keladi. Mochavina, kreatina bular sog'lom odamda necha holatda bo'lsa, xuddi shu holatga olib kelib beradi.
Bundan tashqari har qanday kasalliklarga muolajamiz bor. Bu yerda lecheniya olgandan keyin xohlagan joyida tekshirib olsa bo'ladi. Juda xudo xolasa butun dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turibdi bu asalaridan davolash. Bemalol kelib, ko'rib, gaplashib ko'rishinglar mumkin. Suhbatlar, tashxislar bepul bo'ladi bu yerda. Bemalol murojaat qilib kelaverasizlar. Shifo markazimizda yotib davolanish uchun barcha sharoitlar yaratilgan bo'lib, bemorlar 3 mahal issiq ovqat bilan ta'minlanadi. Oilaviy davolanish uchun xonalar hamda namoz o'qish uchun barcha qulayliklar mavjud. Manzil Andijon tumani